Davlat xavfsizlik xizmati va boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organlar hamkorligida korrupsiyaga qarshi kurashish yo'nalishida tezkor tadbirlar o'tkazildi. Fosh etilgan holatlar bilan navbatdagi lavhamizda tanishasiz. So'nggi yillarda mamlakatimizda davlatimiz rahbari boshchiligida amalga oshirilayotgan islohotlar doirasida korrupsiyaga qarshi kurashish va bu turdagi jinoyatlar sodir etilishining oldini olishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Quvonarlisi, bu borada qator ijobiy natijalarga erishilmoqda va buni xalqaro reyting hamda indekslarda O'zbekistonning o'rni tobora yaxshilanayotganida ko'rishimiz mumkin. Birgina Transparency International tashkilotining korrupsiyani qabul qilish indeksida mamlakatimiz o'rni 37 pog'onaga yaxshilandi. Shu bilan birga taraqqiyot kushandasi hisoblangan ushbu illatga nisbatan kurashni bir zumga bo'lsa-da bo'shashtirmaslik lozim. Chunki sholi kurmaksiz bo'lmagani kabi jamiyatimizda uning domiga tushib qolayotganlar ham yo'q emas. Jumladan Toshkent viloyati soliq boshqarmasining sayyor soliq tekshiruvlari bo'limi katta inspektori o'z xizmat mavqeyidan foydalangan holda Angren shahrida faoliyat yurituvchi bog'dorchilik va chorvachilikka ixtisoslashgan fermer xo'jalikda o'tkazilayotgan tekshiruvni ijobiy hal qilib berish hamda bir yil davomida soliq organlari tomonidan tekshiruv o'tkazmaslik evaziga xo'jalik rahbaridan 5000 AQSh dollari miqdorida pora talab qiladi. Davlat xavfsizlik xizmatining Toshkent viloyati bo'yicha boshqarmasi xodimlari tomonidan Bosh prokuratura huzuridagi departament bilan hamkorlikda Ohangaron tumanida o'tkazilgan tezkor tadbirda soliq inspektori o'z harakatlarini qonunga xilof ekanligini bilgani holda ushbu pul mablag'ini ta'magirlik yo'li bilan olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Boshqa holatda esa Navoiy viloyatidagi tumanlardan biridagi bolalar va o'smirlar sport maktabi direktori hamda bosh hisobchisi o'zaro til biriktirib, maktab murabbiyiga ajratilishi lozim bo'lgan xizmat safari pulidan qo'shtirnoq ichida ulush olishni reja qilishadi. Xususan, ular joriy yilning mart va may oylarida para yengil atletika sport turi bo'yicha murabbiy 8 nafar sportchi bilan Toshkent viloyatida o'tkazilgan musobaqada ishtirok etganligi bo'yicha to'lanishi kerak bo'lgan jami 40,722,000 so'm miqdoridagi xizmat safari pullari to'lab berish evaziga ushbu summadan 40%ni, ya'ni 16 million so'mdan ortiqroq qismini berishini talab qilishadi. So'ngra bosh hisobchi murabbiyning bank plastik kartasiga xizmat safari puli hisobidan 10 million so'm o'tkazib berib, shundan 3 million so'mni pora sifatida olgan vaqtida Davlat xavfsizlik xizmati va iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti xodimlari tomonidan ushlandi. Hozirda har ikki holat yuzasidan mazkur mansabdor shaxslarga nisbatan Jinoyat kodeksining 210-moddasi 2-qismining tegishli bandlari bilan jinoyat ishlari qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Hurmatli fuqarolar, har qanday qonunbuzarlik javobgarlikka sabab bo'ladi. Shu bois osuda hayotingizni izdan chiqarib, pushaymon bo'lmang. Ogoh bo'ling.